O'g'lingizni uylanmoqchisiz, lekin uyingiz torliq qilyapti. Endi chiqarish vaqti keldi. Sizlar uchun shunaqa chiroyli, fayzli xonadon topib qo'ydim. 2 xona 55 kvadratli Yakkasaroy tumani, Shota Rustaveli ko'chamizda Real House deb nomlanadigan Novostroykamizni 9 etajli domning 3-etajidagi chiroyli xonadonimiz sotuvga chiqqan. Kirovich qismimiz kirganimizda oynali zonamiz bor, o'zining shkaflari va bu yoqda zal o'rnida foydalanasiz. Yumshoq mebellarimiz bor, kattagina televizorlarimiz va dekorli mahsulotlarimiz qo'yilgan va o'zining komodlari bilan. Bu yoqda esa bizni bu uyimizni umumiy sanuzel qismi joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Sanuzelda nima kerak bo'lsa, hammasi bor. Bu yoq esa bizni oshxona qismimiz, ko'rishingiz mumkin. Mana yopib foydalansangiz bo'ladi. Oshxonamizning texnikalari, Hoffman texnikalari ishlatilgan. Bu yoqda xolodilnigimiz bor, obmanka qilingan. Bu yoqqa 4 tali stol, stul, posudalar bilan olib kelib qo'yilgan. Juda ham chiroyli kartinkalarimiz va patologimizga ham ahamiyat beramiz, juda ham baland va kuxinni mebellarimizni ham qarang, patologgacha qilib ta'mirdan chiqarilgan. Bu yoqda esa gaz plitamiz, stiralkamiz va ko'cha tarafimizda balkon qismimiz ham bor. Endi sizlar bilan spalni qismimizga kiramiz. Spalnidan oldin bu yoqda bemalol kech paytlari o'zingiz o'tirib, mana shunday qilib kitoblarni o'qib o'tirsangiz ham bo'ladi. Investitsiya uchun ham juda yaxshi variant. $1000 bemalol arendaga ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda esa bizning spalni qismimiz, ko'rishingiz mumkin, yorug', shina, mazza qilib damni olib yashaydigan xonadonimiz, televizorlari, komodlari va bu yoqda mana spalni qismimiz, birralari va o'zining shkaflari mavjud, hurmatli obunachilar. Xo'p, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, bunaqa lokatsiyadan 2 xonali uylarda narxi 115 ming. Sizlar bilan Muhibulomad Rahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar. Demak, aloqaga chiqaverasizlar.